mahsulot arzon bo'lsa ham, ideal bo'lsa ham, ideal lokatsiyada joylashgan bo'lsa ham, narx hamyonbop bo'lsa ham, dizayn zo'r bo'lsa ham, 100% qonuniy bo'lsa ham, mijoz uchun rosa zo'r mos keladigan holat bo'lsa ham, lekin mijoz sizga yoki sotuvchiga ishonch bildirmasa, bu yerda sotuv amalga oshmaydi. Sotuv amalga oshish uchun 3 ta narsa bo'lishi kerak. Birinchisi, sotuvchiga nisbatan ishonch shakllanishi kerak. 1 balldan 10 balllik shkala bo'ladigan bo'lsa, 5 balldan yuqori bo'lishi kerak. Ishonch. Suhbat jarayonida sotuv agenti aynan shu narsaga fokus qaratish kerak. Ya'ni jangchi jangga kirishdan oldin ham jismonan mashq qiladi, ham qurol-yarog' tayyorlaydi, ham psixologik tayyorgarlik ko'radi. Xuddi shunga o'xshab sotuv xodimlari ham mijoz bilan uchrashdan oldin tayyorgarlik puxta bo'ladigan bo'lsa, переговор jarayoni va mijozlarning ishonchini qozonish jarayoni oson amalga oshadi. Mijoz ishonchini qozonildimi, xato sifati oddiy bo'lsa ham yoki qimmatroq bo'lsa ham sotish ehtimoli ortadi. Agar ishonch shakllansa. Birinchisi, sotuvchiga nisbatan ishonch shakllanishi kerak. Ikkinchisi, mahsulotga nisbatan qurilayotgan uylarni sifatiga nisbatan ishonch yuqori bo'lishi kerak. Sotuvchi aynan shunga fokus qaratadi. Va uchinchisi, mahsulot sifatligiga ishontirdi. Shundan orqasida shu mahsulotni qurgan kompaniyaning obro'si yaxshi ekanligini ham halol qadriyatlarga asoslanib mijozlarni rozi qilishni maqsad qilgan qurilish kompaniyasi rahbariyati borligini ham ochib berib, shu orqali ham 3-chi omilga ham ishonchni shakllantirish kerak bo'ladi.